hakerlar pulimni yechib oldi bo'lsin. Ha, uygulanarigizni bu hakerlar faqat san topib olganmi nima bo'ladi? Bu safar qanday yechdi? 78 ming nomerdan telefon bo'ldi, adashib ko'tarib siz ro'zg'orga deb tashagan hamma pullarni yechib oldi hisobsizlar. Ha, tovuq miya xotin, sal sho'stirroq bo'lmaysanmi? Hozir hamma joyda kiberhujum ko'payib ketgan. Telegramlarda, internetda aylanyapti, hushyor bo'linglar deb. Bo'pti, yig'lama, hozir kartanga yana pul tashiyman. Xo'y. Yashilni olsammikin, ko'kini olsammikin? Bir kunda 3 marta ham haker hujum qilishi mumkinmi? Chota podozrительныйda O'zbekistonga borib xotinni o'zini bir tekshirib kelaydi. Yana hakerlar hujum qildi. Gap yo'q. Senga hakerlar hujum qildimi yoki nafsiy hujum qildimi, ha? Mana shunda 78 lik telefon qilgan, ha? Mana bu Telegramdan APK faylga iloji borib qolmish. Mana buni onangning nomidan kelgan anaqa esingiz, ha? Ey, hurmatli erkaklar, hozirgi vaziyatda ham xotinlardan, ham hakerlardan ehtiyot bo'linglar. Sal bo'sh ketsanglar, ikkovi pullaring ishlar ekan. Olma yuridan falak hayrondur.